Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada ağacırız. Washington'dan sözleyimiz. Bugün çizlağa 2023 yıl 9. ayının 14. günü vatandaş. Şilakı değil mi? Bu emeskin o. Heptiga Perşembe vatandaşı. Bugünkü vaziyetimizin eşak Amerika 14 şınak. Bugünkü vaziyetimizin eşak vatandaş Amerika Koşmuş Ştatları Devlet İşlakatı ve Antony Blinken siyaset karakterlik notuk sözledi. Bugün biz bu notukni iki parçalık şiyage parçalatçılarga taqdim qilamiz vatandaşlarım. Bunun asosli mazmuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken dediki, soğuk munosabatlar urushidan keyingi davr oyoqlashdi. Endilikdagi davr diktator ve hayvili hokimiyatlar bilan demokratik lagerning o'ttirisidagi keskin elishishga o'rin berdi. O devir ahırlaştı, bu devirge o'rin berdi. Maqsad shu. Mazmuni shu vatandaşı. Buna mavzuluq özün topshiramiz sizlarga leksiyani. Mavzu mundaq. Antony Blinken so'g'oq munosabatlar urushidan keyingi davr ahırlaştı deb ko'rsatdi mavzuli xabar 9. ayning 13. günü erkenlik Vaqt gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken bugun mundaq ko'rsatdi. So'g'oq munosabatlar urushidan keyingi davr endi oxirlashdi. Endilikda hayvilik diktator davlatlar bilan keskin elishadigan bir davrga kirib keldik. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungo ve Rossiya tahdidini tilga olib, Amerika hozir ittifoqdoshlik munosabatlarini kuchaytirib, o'xshash bo'lmagan ittifoqdoshlar bilan yana yangi ittifoq o'rnatib, davrning xaraslari va davrning ig'vogarchiliklariga taqobil turamiz. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Johns Hopkins yuqori darajali xalqaro tadqiqot instituti SAIS'da nutq so'zlab mundaq ko'rsatdi. So'g'oq munosabatlar urushidan keyingi davr oxirlashib, dunyo hayvilik diktator davlatlar bilan elishishning dastlabki davrining tarixiy burilish nuqtasida turganimizda Prezident Joe Biden hukumati murakkab va giralishib ketgan diplomatik taktikalardan qanday foydalanib, navbatdagi xiras va ig'vogarchiliklarga qanday taqobil turishi kerak. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Nurg'un kishilar bilib yetdiki, so'g'oq munosabatlar urushidan keyingi davrlarda shakllangan davlatlar qiliqlarining yoki haddiy harakatlarining yadrolik parazlarini endi ishlatgili bo'lmaydi. O'tgan bir necha 10 yildan beri geopolitik siyosatlar bir qadar muqim bo'ldi. Tadrijiy asta hayvilik diktator davlatlar bilan keskin elishadigan davr bir qadar muqimlikning o'rniga o'tdi. Kurash davri kirib keldik deydi davlat ishlar kotibi vatandosh. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Rossiya va Jungoning ismini atab mundaq ko'rsatdi. Avvalgisi yana Rossiya xalqaro tartib, egilik huquq prinsiplari, zamin butunligi, davlatlarning mustaqilligi, umumga yuzlangan kishilik huquq jihati eng jiddiy tahdid
Keyingisi, yani Cungo uzun müddetlik xaristlar. Belki hazır Beijing bilen Moskva çeklimisiz şeriklik münasebeti ornutup, bu arkalık müstabitler üçün bexatar bir dünya yaratmakçı buluvatıdı. Xuddi Rossiya-Ukrayna urushi ko'rishib bergandek, nutqini davomlashtirib, davlat ishlar katibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Xalqaro tartib bir tarafda hujumga uchraydigan bo'lsa, kechiringlar, hujum va zarb berish ro'yin bilan shakllanib qolmaydi. Davlat ishlar katibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Amerika bu yangi bilishni, yangi tonishni egalladi. G'arbiy Tinch okeandan olqib o'tib, endi Tinch okeandagi do'stlarni ittifoqlashtirib, birlikda qo'g'dab, bexatarlikdan birlikda bahramand bo'lib, gullanish va erkinlikni ishga oshiradi. Davlat ishlar katibi Antony Blinken misol keltirib, mundaq ko'rsatdi. Davomini anglash vatandosh.